Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sport kanaliga xush kelibsiz. Sport yangiliklari va jonli efirlarni kuzatib borishni istasangiz, Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola tavsif qismida. iyun kuni Qozog'istonning Qonaev shahridagi ASP Arena mezbonlik qiladigan Octagon 88 turnirida muxlislar kutayotgan eng qiziqarli janglardan biri bo'lib o'tadi. Unda O'zbekistonlik mashhur bloger va sportchi Odilxon Kamolov hamda Markaziy Osiyoda Kamil Karate laqabi bilan tanilgan Kamariddin Hasanov Octagonda uchrashadi. Bu oddiy jang emas. Chunki bu ikki sportchi avval ham 2 marta to'qnash kelgan. Birinchi jang turli sabablar tufayli no contest deb e'lon qilingan bo'lsa, ikkinchi bahsda Kamariddin Hasanov g'alaba qozongan edi. Shu sababli bu safargi jangni ko'pchilik trilogiyaning yakuniy qismi sifatida baholamoqda. Kamariddin Hasanov yoki muxlislar orasida mashhur nomi bilan aytganda Kamil Karate Markaziy Osiyodagi eng taniqli media jangchilardan biri hisoblanadi. U uzoq yillardan buyon Octagonda chiqib kelmoqda va tajribasi juda katta. Uning agressiv uslubi va xarizmasi muxlislarni doimo o'ziga tortib kelgan. Ammo vaqt o'tmoqda. Bugungi kunda Kamil Karate 38 yoshga kirgan. Ko'plab ekspertlar uning avvalgi tezligi va xavfli uslubi biroz pasayganini ta'kidlashmoqda. So'nggi janglarida ham u avvalgi yillardagi kabi dominant ko'rinmadi. Odilxon Kamolov esa ayni paytda faol sport formasida. U muntazam ravishda mashg'ulot o'tkazmoqda va har bir jangda tajribasini oshirib bormoqda. Ayniqsa, yosh va jismoniy tayyorgarlik omili bu safar muhim rol o'ynashi mumkin. Favorit masalasiga kelsak, ko'pchilik hali ham Hasanovning tajribasini asosiy ustunlik deb hisoblaydi. Ammo agar Odilxon Kamolov jangga yaxshi tayyorgarlik bilan chiqsa, aynan u g'alaba qozonish ehtimoli yuqoriroqdek ko'rinmoqda. Sizningcha, trilogiyada kim g'olib bo'ladi? Tajribali Kamil Karate yoki o'zbekistonlik Odilxon Kamolov? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Uzak Sport kanaliga obuna bo'lishni unutmang.